Hey, Savazı. Anjuda tamaşı bek köp. Sen baramsan? Barımı. Barsan ha? Emse apamның kutusdaki pullarını o'g'irlab chiq. Biz birga boraylik. Ma'qul. Shoyi mas'ul. Shoyi bormisan? Yo'q, bordi. Borimi. Sirtda eski odam ko'p. Agar u bo'lsa, cho'qim eski odamni tutib oladi. Agar Shoyini tutib olsa, xotining yo'q bo'ladi, juma. Ma'qul. U bormisi. Endi bo'ldi. Hozirla kirib o'g'irla. Ma'qul. O'g'irlar. Yana shu uyingizga bordingizmi? Bormisan bo'lam tamsa. Ey, men qarang. Wang Cho'qir xalq askarini o'ltirib, taqqa qochdi. Kompartiya endi uningga rahim qilmaydi. Uyingizdagilar bilan chakchigirni aniq ayirmasangiz, sizga yaxshi kun yo'qchimi? Hay, nega borsan? Xalq askarlarini chorlash qilib borman. Hay, xo'xochimga yetishalibdimi? Qandaqmi yetishaliso? U taq qechib chiqib, Wang Cho'qir bilan billa bandit bo'lmoqchi. Xo'xochim unda qilmaydi. Yana aksil inqilobchiga yanbassizg'o. Men nima degan bosdim? Wang begim Luyin tig'i chiqmagan tursa. Hay. Ha? To'xtam. Nima dedingiz? Wang Cho'qir Luyin tig'i chiqmabdimi? Buningda cho'qim bir o'yin bor. Cho'qim o'yin bor. Kim o? Nopus tekşirmez. Çadak oldu. Qandoq chatoq bo'ldi? Men Leyla O'shanning aşqıçını qasrda unutib qoldim. Qaytib borganda Leyla O'shanga nima deb javob berman? Qandoq qilamiz? Qanday qilamiz? Qanday qilatdik? Kashdi le qasrga berib tepkilimizdan oshqishdi. Wang begim, mana bunda qaraysiz. Kashda sağramlik karamatini bir ko'rsatdi. Xarid o'g'risi yana kep qolamı? Meningcha kelmaydi. O ishni meni olmay, jiletga opdi. O shu xaridga kelgan gap. Uni qo'lga tushirib, yana keladimi? Ko'mish chaynakni yutibdi. Ha? Ikkinglar bu yerdan otilib tushinglar. Ha? Men sizlarni darvoza oldida saqlayman. Kelinglar. Sen öldür. Çıkma. Tez bol. Vay kalma. Destigine ha. Çıkart bana. Sen aramlık hoca koşaş çebdes çakkan emezken sezadi. Tezekle. Bir iskirdi. Tez süre. Mana. Siz üstüge çıkın. Ben bir kolay, ular kırsın. Ma'qul.
begim oshqushni Lilovdonning hujrasida degan edi. Ustiga chiqaylik. Ho'chi, tez qoch. Qochqinimni bir ko'ray. To'xta! Ho'chi, bu yerga kelib o'g'irlik qilyapsansan? Jonjon qiz, men hech nima o'g'irlamadim. Arad o'g'irlik qilmoqchi. Begim, tez qochaylik. Qancha Uni Lilovdan tutib oldi. Jon saqlash muhim. Qochaylik. Dadаңыз Ваң Чоқырның nega qochqinini cho'qqin biladi. Amal qilib, uningdan gap epaq. Men uningdan gap ola olamanmi? Xiaoyu, bilamsiz, bu men sizga topshirgan inqilobiy xizmat. Siz menga topshirgan inqilobiy xizmatmi? Ha, men sizni aldaytdimmi? Ma'qul, vazifani cho'qim o'rindayman. Bundan keyin men nurg'un inqilobiy xizmatni sizga topshiraman. Lo'yin bozordagi hamma odamni yolg'iz mangli havas qiladigan qilmay, yana sizga havas qiladigan qilib etaman. Hay? Xiaoyu, men bir ishni so'ramoqchi edim. Qaysi ishni? Men bir rasm tepib olgan. Uningda bir tub daraxt, bir ar bor ekan. Uning kiyimiga 2 degan xat yozilibdi. Yana 3 so'g'i bor. Siz sızganma. Mana qarang. Siz burunli inqilobga qatnashib bo'psiz-ku. Demisimi ikkinchi akam Jongtonga kirgan bilan hech qanday yomon ish qilmagan. U kun bo'yi qo'rqib yurgan. Shunga men Ha. To'g'ri qildingiz. Obdan qildingiz. Ha? Qani, biz qo'l elishaylik. qo'l elishaylik. Ha. Bunda qilish sizni mukofotlig'inim. Siz meni shunday mukofotlabsiz? Ha? Ha? Qarang. Bizdek inqilobiy yo'ldoshlarla mushunda qo'l elishidi. Wang Cho'qirdek kishilar bilan hargizmi qo'l elishmaymiz. Undaqlarning advini berib, shilsig mingilik. Nim qilyapsizlar? Yo'mi? Ha. Qop-qorong'uda apaq-chapaq bo'lib ketibsizlar-ku. Unda qilmadik. Hay. Men uningga inqilobiy xizmat topshiryapman. Voy, qandaq inqilobiy xizmatgan u, qo'l tutishib ketgidek. Ha? Inqilobiy xizmatni qo'l tutishib qiladi. Siz anglamaganmi? Inqilobiy yo'ldoshlar tutishib qo'lni ittifoqlashib bosudi musofir yo'lni degan aqshivoqo. Yatchinislar qo'l tutsa, mahrum bo'ladi-ku. Bu qandaq gap endi? Mahrum bo'ladi deysiz-ku. Menmi, umi hech nimadan mahrum bo'lmadik. Sen nimani o'tqansan? Mushinimi bilmay. Men qaytib ketay. Dadam tilimisin yana. Qorong'uda avaylar yiqilib tushmang yana. Menga
Köyünmeysen ko. Albatta, ikkimiz ya inqilobiy yo'ldoshlardan bo'lmasak, Biroq biz er xotin ko. er-xotin inqilobiy yo'ldoshga yetmaydi. Nima? Er xotin inqilobiy yo'ldoshga yetmamdi texi. Ha? Pendimcha gapingni aniq qil. Tan birodar. Biz taqdirdosh ekanmiz. Siz degan panjang, men degan qo'riqchi. Farqimiz bak cho'ng. Yo'ldosh Tanji ishi. Nima? Meni yo'ldosh dedingizmi? Inqilobiy qo'shinda yo'ldosh deyishadigan gap qo. Ras. Hammamiz yo'ldosh. Sta, tug'ilib hozirgacha meni hech kim yo'ldosh deb baqmagan. Siz hozir bizning yo'ldoshimiz tursangiz. Yo'ldosh Tanji ishi. Qarang, ilgari Wang Cho'qorning qo'riqchisi bo'lib, alam tatdingiz. Endi biz bilan birga ishlasangiz, esil ne'matlarni yeysiz. Ras. Bu gapni anglabla og'zimga sera so'z yig'ilib ketdi. Men texchi tomoq yedim Nitanjang. Ay, men hozir Kompartiyaning Jixi bo'lim boshlig'i. Li bo'lim boshlig'i edi. Yo'ldosh Li bilan boshlig'i. Sizda yigidak bir narsa bo'lsa, qasaqda estalib olsam bo'pti ekan. Ay, Hozir mening qo'sug'im bakla ichib ketdi. Ma'qul. Ara qilib chiqing. Men bugun Tang birodarni men yo'ldosh Tangji ishini kutib olay. Xo acham Wang begimni izlab taqi chiqib ketibdi. Luvatrat boshlig'i bak eski odam. U qaytib kelarlarmi? Bu Xuaxuaniza hech qanday ishni bilmay turibla taq chiqib ketganini. Wang Cho'qor Longyenteg'iga chiqib ketibdi ekan-ku. Yo'q, undaq emas. Wang Cho'qor Longyenteg'iga ketmadi. Bo'ldi demak. Shoyi, bu kunlarda ko'p so'zlasak bola qolamiz. Qani, qo'rmadan e'lon. Qo'ring. Ara qo'ying. Men bundaq esil aroqni azaldan ichmagan. Siz Wang begim bilan shundoq yaqin tursangiz, u sizga yaxshiroq qo'yib bermaganmi? U albatta qo'yib bergan. Ha. U qo'yib bergan aroq. Intoyin kuchli aroq. Ko'p ichivassa molla qatidi. Yaxshi. Qani. Amsa bugun bu yerda toza chlashqudek ichaylik. Qani, qo'sha. Rahmat yo'ldosh Davozi. Ko'proq iching, ha? Yo'ldosh Tangji, sizlar mening qasrimga qanday kirdinglar? Dadingiz qasringizni Wang begimga berib turgan. Dadam berib turganmi? Amsa nima ish qilib turmadinglar? Wang begim sizlarga aralashmaydi ekan. U tutib berishingizdan qo'rqidi. Sizlar ozodlik armiyada. Uni nima ish qilib tutadiq? Biz-chi uni qutqizamiz. Shundaq-ku. Sizlar qachon kelgan? To'nigun. Kagnalarni ko'rib qaytib ketdik. Jilitganni qaysinglar kiyib oldinglar? Wang begim. Bu Wang begimniza jilitganni kiyib olgandan keyin menga deb qo'ysa bo'ladi-ku. Shundaqmi? At o'yin akab berishni deb qo'yay. Kerak yo'q. Kiysa kiyiversin. Qani, iching-a? Shu emasmi? Ko'pak iching, ko'pak. Bir jilitga qanchalik pulga yaraydi? Yo'ldosh Tangji,
Sizningcha Wang begim hozir nima turayotganda? Ne dedemsiz? Lo'ngyin bozorda go. Li bilim boshlig'i Anjoda nada turyotsizlar deydi. Ha? Nerede keş bolsa şu yerda turibmizda. Shundaqdimi yotadigan yeringlar bordi? Wang begim bizga mayli kim bo'lsin, hergiz aytmanglar degan. Ay. Biz ozodlik armiyigo. Emisa esam texmo bo'lmaydi. Tanjishi. İzzetingizni qilganni biling. Ishqilib izzatlasanglarmi mayli, jazolasanglarmi mayli. Ishqilib kayfim to'shdi, uxlayman men. Sen ko'p ichirmasak bo'pti ekan. Basta. Uning aroq ko'tarmaydigini men nadim bilay. Shuncha aldatma bir yig'iz gap olamidik. Arvazı sanvazlarning nima gap kelganini sizlar bilmaysizlar? Bilmaymiz. Janshoji, Huahua acham yetishmabdi. Ak fuqarolar yo'qolib ketibdimi? Tunagan tushdan keyin yo'qolib ketibdi. Asla Janshoji, mening ikki o'g'lim qochib ketibdi. Ularga bir ish bo'lib qolarmi? Undaq bo'lmasmikan? Cho'p-cho'q ishga erni birasi bo'lib ketibdimi? Dendang. Xalq askarlarini yana izlashga o'rlashtiring. O'rlashtirib qo'ydim. Yaxshi. Dadısı! 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 Pullarım yoktur da. Aha. Bu haram tamoqlarınıza cho'qim arvoz kushkirtgan gap. Ular pulnimi o'g'irlab kechibdi. Cho'qim shundoq. Leylaushan. Leylavar tizmatgan odam. Xalqancha kasb bo'lmaydi-ku. Shundoq. Do'rayiz, Janshoji, sizlar odam avatib, ularni tutib kelib, aytinglar. Leylaushan. Ha? Nimandaq gap qilasiz? Biz uni topsaqmi, undaq bir taraf qilmaymiz. Ya'ni kelib, sen oz normal emas. Uni qo'rqitmanglar. Sizlar ketaveringlar. Derik bo'lsa, sizlarga uqtirmiz. Ma'qul. Amsa biz ketdik. Amsa biz ketdik. Mana qarang. Wang Cho'qur Tanjishi bilan Xo'chini ep qochdi. Ularning ikki o'g'limi yo'qolib ketdi. Bu Lo'ngyin bozorda Wang Cho'qurning gapi texshi o'tdi ekanda. Janshoji. Huahua achamning ishini Chengduda suhbat bo'lyapti. Tog'dagi banditlarni yo'qotishga hozircha qo'shin ajratolmaymiz. Bu ishni hozir hal qilolmaymiz. Janshoji. Men burun taqqa o'tin keskirib chiqatdim. Tog'ning ahvolini obdan bilaman. Bo'lmasa, men berib boqay. Ma'qul. Siz odam ep bering. Ularga o'zinglarni oshkorlab qo'ymanglar. Banditlar bilanmi uchrashmanglar. Ma'qul, shunday qilamiz. Ita! Wang Cho'qur nada? Meni o'ltiraversingizmi? Uning nadaligini bilmayman. Seni o'ltiraytamdim men. O'ltirayman! Itamsa yo'q. Ita! Abla! Bu aytdimi? Aytmadi. Og'zi bekli chinkan. Tanjishi bizning qo'limizda. Wang Cho'qur cho'qim qutqizg'il keladi. Qanday qilamiz? Qanday qilishni men nima bilay? Wang begim, siz Leyla oda bilan Jo'mjanni yolg'on ozodlik armiya dedingiz-ku. Ular albatta yolg'onda.
Ey, ular raz azatlık armiya bo'lsa, menmi burunqidek tutunbegi bo'lavermamdim. Ularning biri Gomindangning tuanjangi, biri Jontoning ishpioni. Ozodlik armiyaga desak, ularni tutsa, tanjishi qutulib qolmamdi. Qamlashmagan gap qilgansizlar, vay. Uni qutqizmamdoq. Kim sana qutqizmaymiz dedi? Meni qamlashmagan gap qiladigan dedingiz-ku. Men nada uni qutqizishni qamlashmagan gap debdim. Men shu azatlik armiyaga deyli deganini qamlashmagan gap deyapman. Bu qandaqsiga qamlashmagan gap bo'ladi? Hey, sen o'ylab baqing. Azatlik armiya bizdan sizlar nima odam deb so'rasa, men andiki birinchi tutunbegi demdim. Yani kelib Loyin bazarda necha odam o'lgan tursa. Hey, o chaqda biz hech kimiz tugashmabdik. Shu. Hoji. Sen Loyin bazarda pandumchak bilan birlashib, mening ajrimni berganding, ha? Bobegan. Kanakam, yo'q, pandumchak mening majburim qilgan. Mana amdi o'g'anda, ikkimiz yana bir yo'ldagi odam bo'lib qoldik. Sen menga pandumchakning meni qandoq adabligini aytib bergina, men bir anglab baqay. Mana! Tezman! Mana! Lo'si, bu ayol cho'ng'amni izlaydi ekan. Cho'ng'amni? Ha. Sen kim? Lo'tixan bilan ko'rishganda bilasan. Yura. Ma. Çok. Birisi kelibdi. Ha? Kim kelgandi? Oyolgan bu. Oyolgan. Ha. Oy. Acab satangan bu. Birodarlar, bugun bizga omad keldi, ha? Bu xotinning alpoz yomon-ku. Birodarlar, menga yordam beringlar, ha? Qamoqlama! Yaqin kelishma! Darhol Lo'tixanni chaqir! Ajab cho'ng gap qilasan-ku. Ay, Lo'si, uni sizlar tutib keldinglarmi? Yo'q, u cho'ng'amni izlab kelibdi. Cho'ng'amni? Ha, siz 3-yangi-g'o, Lo'yin bozoridagi 3-yangi-g'o. Lo'xonim, qani, shukriga marhamat. Ha, qani. O'tiring. Bu deganimni chaqir. Qaychini menga beribsiz, chaqirib beraman. Bizning bu yerda pichoq, topancha deganlarni avval yig'ib olmasak bo'lmaydi. Qaychini menga bersangiz, chaqirib beraman. Chaqira. Cho'g'am yo'q. Yo'q. Necha kun oldida Wang Jinbiao bilan birga ketgan. Ha? U Loyin bozoriga ketgan. Ko'mini ozma? Qaytib kelmadimi? Yo'q. Atayın kelgandan keyin turib turib. Hozircha bu yerda turib turib, cho'ng'am kelgandan keyin ketdim. Ner tur. Ha? 3-yanga
bu degan qandoq ya? Qolgani kelib ketadigan yama. Cho'g'im qo'shilmaslar, sizni hech kim qo'yib yetamaydi. u yo'q bo'lgandan keyin kelay. Ketamaysiz. Cho'g'imdan beso'rab sizni hech kim qo'yib yetamaydi. Uni qamab qo'yinglar. Nima qilmoqchisan? Meni qo'yib yetish! Meni qo'yib yetinglar! Meni qo'yib yetinglar! Nima qilmoqchisizlar? Meni qo'yib yetinglar! Kira. Kira. Meni qo'yib yetinglar! Ishkinash! 3-janga cho'g'im qaytib kelgandan keyin ondan sizni qo'yib o'tamiz. Menga qo'yib bersa, uning bilan ko'nglimni ochatding. Jondan to'ydingmi? Cho'g'imning xotiniga chiqilamding. O'tganda biz Longyin bozorini bulganda, u to'sib edi. Cho'g'imni gap qilolmadi. Ha? Shundoq yamanmi? Tinchlikmi? Bu mening guvonaman. Ha, li bilim boshlig'i. Ha, bu tunishtirish xati. Ha, qani o'ltiringlar. Ha. Qandaq, nima ish bor? Ha, biz bir aksini qilib qotilni izlayapmiz. Ismi Wang Yaozu. Burun Longyin bozorining tutunbegi edi. Chasiyus. Chet shalang, saqal burutliq. Laqmi Wang Cho'qir. Egilishimizcha u Anjouga qechib ketdi. Tutishga yordamlashgan bo'lsanglar. Ma'qul. Xo'jayin, yotoq bormi? Yataq orqa o'ylada supuli bor. Ikkinglarning qadimiga muborak bo'lsin. Ha, Wang begim. Vang begim, Vangjin bu yoq bor ekan. Men buni burilib hamligan zodi. Yuringlar. Mana. Yenfoning apsi taq chiqib ketgan bo'lsa, chata qopti. U sizni taq chiqib ketdi deb o'ylab, kayningizdan izlab ketdi. Bak chata qoldi. Qandoq qilgandi? Qandoq qilyapsiz? Kaynidan bormamsiz. Og'zingni yop. Kallamni elektrlaysan. Yuragim qiziq yoqqa tushgandek bo'lyapti mushtatda. Voy. Sen vazn degani to'g'rimi, nima? Kaynidan borsan bo'ladi ekan-ku. Mamangay. Azatlık armiyaga yoshiringlar, bulinglar.
Ha, bulala. Şehir kovukdan çıkıp ketken kovukdan. Bir yana tepip yoshurni olayli. Yürü lan. Ervaza, sevaza. Tamның tüyle, mınlama kılma. Mınlama. Kendim. Beylerim, çayxana taqayman. Endi qaytinglar. Fıkam. Biz bu yerda bir kecha o'ltirsak bularmi? Bu yer saray bo'lmasa, bo'lmaydi. Fıkam. Bu yoqqa. Sana dediğin gap var. Kela, ikimiz meselesi şeyle. Qara. Bunda olsa, yana 4 piyola choy damlab ber. Menchu sana pulni ortiqroq beray. Men kechda uxlayman. Choy qaynatadigan odam yo'q. O'choqda o't o'g'an ekan, o'zimiz qayntimiz. Ma'qul. Yaxshi. Yanılı sizden ipiniz bacımı. Van begim, Bu yerda karvat bo'lmasa, qanday uxlaymiz? Vay Ervaza. Uydan ayrılgandan keyin chidaysan damdi. qo'sug'im oshdi. Aşpizonlarni taqab oldi, hech nima yo'q. Seni kasapta optan oynayımızda. Ağzını yepinglarning, choyinglar, ağzını yepinglar. Vay hamakat. Hey, şu ağzını yapqın ama, ağzını yaptı saçlarını yapamsa. O'ylamabdi ekanman. Mana bugungi kuniga kelganda men mana mushundaq abjaq choyxonada o'ltirib taom atqizyapman. Haqiqatan bu ish bo'lish, o'ng'ay, odam bo'lish taskan. Van begim, ziyoda o'ylab ketmang. Kunimiz o'sili bo'ldi. Xo'ja. Mana bir ras gap qila. Ko'ngling tushgan bir qiz bormi? Ko'nglim tushgan qiz? Buni o'ylashga petiramayman. Sana ras gapni qilay. Navada yefonan apsi bo'lmagan bo'lsa, men bu savaramliqdek kunim o'sil bo'ldi deb o'tatdim ekan tang. Odam bo'lish, ish bo'lish deganlar bilan karim bo'lmaydi. Xo'jam borgan. Tamoq yam. Dingdam. Tez bo'ling. Tez. Xo'ja, tez chapani silyotang. Tez bo'ling.
Asla sen degan ki sanmamsiz. Bu yoqqa men. Nima? No'yim tegiga chiqamsiz? To'g'ri. Men Long'in tegiga chiqaman. Yenfangning apsi, Yenfangning apsi o'z yolg'iz banditlarni o'z tursa qanday bo'ladi? Buni o'ylasamla ko'nglim shunday piyaram bo'lib ketyapti mening. Men hozirla, mangay. Tang ishi bilan qaringiz yo'qmi? Tang. Aras, tang jishi va. Tang jishi. Allah. Ervaza. Menga bir yordam qil. Qanday yordam? Tang jishini akang tutib ol dedikni. Sen tang jishini qutqizib chiqqan. Buni yordam qilay. Biroq menga qanday rahmat aytasiz? Mushu hozirgi kunlarda mening sal qo'lim qisqib qoldi. Qo'limga pul kirganda sen qanchalik desang shunchalik beray bo'ldi. Xo'chi, anlagansan? Van begim keyincha qo'liga pul kirganda qancha pul desam shuncha pul beradigan bo'ldi. Anladim. Ma'qul, yordam qilay. Sizlarning inonlarda pul bormi? Menda hech nima qolmadi hozir. 4 odamning keli menga qarashib tursa, qo'saqmi ancha-muncha yechyapti. Avval qo'saqni to'yasaylik. Men go'rexonaga kirib bir narsa go'rib qo'yib hozir pulning amalini qilay. Ketib qolmanglar juma, Xo'jayin. Necha pul berman? Atlig'ingizni beraman bo'ldi. Ma'qul, ko'raychi tez biray, Yuringlar. Van begim, nimani ko'ra qo'ydingiz? Haliqi jiletkini qo'ydim. Qaysi jiletkini? Vayli qasrdan ag'analiqi. Ko'ringlarmi? Bu-chu sizlarning qasringlar. Mana. Ervaza akam bilan ko'rishganda, uningga tangji ishini qo'yib o'tishni aytibna. Biz-chu misha bir yadrak saqlab turamiz, Tezmanglar. Tezmanglar. Aka, nima deb keldinglar? Biz tez kiringlar. Buninglar. Arvazi, Samaza, nima keldinglar? o'ynag'ili keldik. O'ynag'ili? Aka, sen rost ozodlik armiyami yoki yolg'onmi? Oz gap qil. Uyga kiringlar. Emas yolg'on kelsa. Sizlar nimada? Başlayaq. Azad qarmaya yoldaş. Biz so'da qilamiz. Nima savdo qilasizlar? Go'mindangning sodasini qilamiz. Nima? Go'mindangning sodasini?
Ya, kompartiyaning sodasini qilamiz. Zodi nima sodi qilsizlar? Ha, hamma sodani qilaveramiz biz. Melish, harbiy idora qilish komitetiga boramiz. Mana Ma'qul. Harbiy idora qilish komitetiga boraylik, amal yo'q. Dadam apamlarga gap kelmagandi. Yo'q. Amsi yaxshi. Ansiraydiganim shular. Hey, aka. Anglasam birsini tutyapsan-ku. Kimdan olding? Ish kimdan? Arvozi, ishkimga keldinglarmi? Ha, ikkimiz keldik. Bu yerligimni qanday bildinglar? Bizni Van Bigim boshlab keldi. Van Cho'qir? U neda? Bugün bizga bizning ko'rishganimizni akanga hargiz aytma degan. Agar rost gap qilmasanglar, sizlarni haydayman. Aytay. Van Bigim darvoza oldida. Ha? Tez. Men qachiman degan. Shunga avval sen qachqin. Ben taq chiqib, yefoni apsini izlamasam bo'lmaydi. Ko'dama oldiki, do'qmishdi qachqin. Ma'qulmi? pichirlamanglar. Ha, ma'qul. Ha, ma'qul. Biz pichirlamaymiz. Qo'lingga! To'xta! Qochma! To'xtamasa o'q chiqirma! To'xta deymi? Nima ish qatsa? Shu qo'rqibchi. Ansi nima ish to'xtab qolding? Ha, to'xtamasang o'q chiqirma dedingiz-ku. Mana. Ha, moy. Ma'qul. Ma'qul. İt qo'g'lab ketdimi? Bu Yuzovaning xotini-ku. Mang, komitetga boramiz. Nima bo'ldi? Van Cho'qir bak hiligar ekan. U ozodlik armiyani qalqon qilib oldi. Ozodlik armiya uni qo'yib berdi. O'sha yerda saqlaylik. U hamon chiqdi. Xo'jayin, 2 piyola choy keltiring. Mana hozir. Musha saqlab tur. Ma'qul. Doklar. Biz birsini tutib oldik. O Gomidan so'zini qilaman deydi. U xohlagancha menib yurmasin. Ham ketmay tursin. Xo'p.
晓得风雨如何。几度春秋，几番离合，又是一生风世笑呵呵。多人多事，不能都是错；多人多事，不能都是错。冬去春来，烟云风通过，谈笑的风雨